bitta salovat-i sharifa o'qib turamiz har zamonda esinglarda bo'lsa. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallam. Mana shu salovatni bir kunda 7 dona o'qiyotgan odam bir kunda 7 ta 5 vaqt namozni bittadan o'qisa 5 ta o'qiydi. 2 ta oshirib qo'ysa, Jaloliddin Suyuti hazratlarining gaplari, tafsiri Jalolaynning musanniflari. Bu odam o'layotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Azroil alayhissalomning yonida turadilar. Sen omonatni topshirib, men payg'ambaringman, yoningdaman der ekan. Qabrga kirayotgan vaqtida qabrda munkar nakirlar kutib turadi-ku. Men payg'ambaring Muhammad alayhissalom bilan yoningda turaman, hozir 2 ta munkar nakir kiradi. Savol berganda men senga javobni o'rgatib turaman deb turar ekan. Mana shu salovatni o'qib qo'yayotgan odamga. Shuning uchun muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'ta yaxshi ko'rishimiz kerak. O'ta ham. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi wan nasi ajma'in. Iymonda mukammal bo'la olmaysizlar sizlar to ota-onadan, hamma insonlardan, o'z farzandlaringizdan ham ko'ra men sizlarga mahbubroq, yaxshiroq bo'lmagunimga qadar sizlar iymonda mukammal bo'la olmaysizlar. Bizni kechasi uyg'otadigan narsa salovat bo'lish kerak. Bizni uyqumizni qochiradigan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan mehr, muhabbatimiz bo'lish kerak.